Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammadi va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Muhtaram jamoati muslimin, Muhammadjon qizi Soraxon onamiz muborak 70 yoshda foniy dunyodan boqiy dunyoga rihlat qilibdilar. Alloh taolo o'zi rahmatiga musharraf aylasin. Qolmish barcha yaqinlariga Alloh taolo sabr, jamil sabr toqat bersin. Alloh taolo kalomida zikr qiladi. Har bir nafs egasi o'lim sharbatini totadi azizlar. O'lim haq, buni hech kim inkor qila olmaydi. Tug'ilish o'limga qo'yilgan birinchi qadam. Alloh taolo iymonlarni salomat qilsin. Dunyoda qilgan barcha yaxshi amallarni Alloh taolo boshlariga soyabon qilsin. Endi azizlar, bu o'tgan inson aytiladi-ku, bu tobut ichidagi inson birgalikda biz uchun nasihat hamda ibrat. Nasihat deganda tobutni ko'rganda o'zimizga nasihat olamiz. Ibrat deganda ichidagi inson kecha biz bilan birga yashab turuvdi. Shu dunyoda, shu obi jahonda nafas olib yashayotgan edi, bugun olamdan o'tdi. Shuning uchun bu o'limni uzoqroqda deb bilmasligimiz kerak. Qachon keladi, qanday keladi bilmas ekanmiz. Alloh taolo hammamizga iymonimiz salomat holatda o'limga yo'liqishlik baxtiga muyassar qilsin. Iymon bilan eson-omon shu dunyoda o'tishlik baxtini bersin. Onamizni Alloh rahmatiga olsin. Qo'lidan kelgancha shu ibodatda o'tib, farzandlariga duoga bo'lib, jamiki qilgan yaxshi amallarni Alloh boshlariga soyabon qilsin deymiz. Endi insongarchilik mabodo qo'ni-qo'shnidan oldi-berdi qilib bo'yinlarda qarzi holi qolib ketgan bo'lsa, 3 ta musulmon guvoh bilan yoki hujjat asosida kelib talab qilsa, kim ado qiladi? Siz kim bo'lasiz? O'g'illarim ado qilaman deydi. Alloh rozi bo'lsin. Alloh sabr bersin sizlarga. Musibat og'ir narsa. Ayniqsa bir sahobiy hayotida bo'ladiki, har doim urushga chiqqanda qo'lida qalqon bilan chiqmas ekan. Keyinchalik yurib bir kun so'rashgan ekan, nima uchun qo'lingizda qalqon bilan chiqdingiz? Shuncha urushlarda qalqon bilan chiqmagandingiz deganda, bugun onam olamdan o'tdi degan ekan. Bu onalarimiz duosi bizni kerak bo'lsa nima ko'p balolardan saqlab qolar ekan, sababchi bo'lib. Alloh taolo onamizni rahmatiga olsin. Hammamiz birgalikda tahlil etib qo'yaylik. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illalloh, 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 la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Parvardigoro, suhbatlarimizni manfaatli qilgan aytgan salovatlarimizdan, suhbatlarimizdan hosil bo'lgan savoblarni mutofaa onamizga baxshida qildik. Alloh o'zing bahramand ayla. Hisoblarni yengil oson qilib jannatlardan joy bergin. Qolgan barcha yaqinlariga sabr, jamil sabr toqat bergin. Rahmatulloh.